Hello, my students. How are you today? Today's lesson is 26 and we will talk about mobile apps terms, guys. Okay, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan mobile applar haqida gaplashamiz. Not mobile apps, but it's also about terms, ya'ni terminlar haqida, mobile applarni terminlari haqida gaplashayotganmiz. Are you ready? Let's start. O'zi Mobile development nima degani? U qanaqa ma'noni anglatadi? Keling, shu haqida ko'ramiz. Biz har kun ishlatadigan dasturlarimiz, ya'ni telefonimizdagi, umuman qurilmalardagi dasturlarimiz mobile development hisoblanadi. Ya'ni nima degani? Mobil ilovalarni yaratish, undagi inglizcha terminlarni o'rganish hisoblanadi. Ya'ni development o'zi rivojlantirish degan ma'noni anglatadi-da. Mana shularni yaratish degani o'zi bir developga kiradi. Ularni o'rganish, ularni mukammallashtirishni o'zi bir develop hisoblanadi, guys. Endi mobil dasturlar o'zi ikkita turga bo'linadi. Ya'ni bu native hisoblanadi. Native bu nima degani? Bu faqatgina bitta operatsion tizim. Aytaylik, Androidga yoki iOS uchun maxsus yaratilgan ilova native bo'ladi. Faqat bittasi uchun ishlaydi bu. Aytaylik, yo Androidga yo iOSga ishlaydi. Endi bizda ikkinchi tur bor. Bu cross platform deyiladi. Biz uni xohlasak Androidga ishlata olamiz, xohlasak iPhone uchun ishlata olamiz va mana shu ishlaydigan dasturlar, ishlaydigan ilovalar hammasi cross platform ichida jamlanar ekan. Faqatgina bittasini tanlashimiz kerak bo'lsa, faqat bittasi uchun xizmat qiladigan bo'lsa esa bu native turi hisoblanadi. Endi bugun sizlar bilan guys mana shu qurilmalarda qanaqa dasturlar, qanday ishlashini, inglizcha terminlarni, inglizcha atamalari bilan birgalikda ko'rib chiqar ekanmiz. Let's see guys. Mobil ekran elementlari, ya'ni layout and view. Xo'sh, boya aytgan ma'lumotim it's again the mobile development, ya'ni mobil ilovalar yaratish sohasi hisoblanadi. Endi layout bu esa nima degani? Ekrandagi elementlarni joylashuv tartibi, ya'ni uni maketi layout hisoblanadi. The view esa o'sha biz ko'rib turgan ekrandagi har bitta ko'rinib turgan qismi yoki tugmasi yoki qanaqa tugma bottom deyiladi uni yoki rasmi, matni, mana shu esa view deyiladi. O'zi ko'rinish degani, view degani ham o'zi ko'rinish deganida, layout esa uni maket hisoblanadi. O'zi tarjima jihatdan ham xuddi shunaqa. Endi bizda lug'atlar bor. We have also the vocabulary guys, like the bottom it's tugma. Tugma qanaqa bottom bu biz bosadigan tugmalar bor, like this one. And the text field bu matn kiritish joyi, ya'ni matnni yozish dalasi. Field it's kind of field dalari no IT olamida qismi, joyi deb aytsak bo'ladi. Endi mana shu qanaqadir mobil ilovani ochganimizda ekranimizda ko'rinadigan har qanday narsa ma'lum bir tartibda joylashadi. Ya'ni ma'lumotlarimiz, bizni ilovalarimiz ma'lum bir tartibda joylashadi. Mana shu elementlarni ekrandagi joylashuv sxemasi yoki maketini biz ingliz tilida layout deb ataymiz. Ya'ni aytaylik, yoqdik telefonni va qanaqadir ilovalarimiz turibdi. Mana shu ko'rinish, mana shu joylashuv sxemasi, maketi layout hisoblanadi. Endi ekrandagi har bitta alohida element, masalan, rasm, matn yoki bosiladigan tugma, bu jarayon esa view yoki component deb ataladi. Aytaylik, agar o'quvchi tugma yaratmoqchi bo'lsa, bu bottom. Foydalanuvchi ismini yozadigan joy qo'ymoqchi bo'lsa, bu text field terminlari orqali ataladi. Okay? Ya'ni boya aytganimdek, qanaqadir tugma yaratmoqchi, bunda bottom bo'ladi. Agarda yozish uchun joy ajratmoqchi, bu esa text field deb ataladi. Endi bizni, ya'ni foydalanuvchi biz bo'ladigan bo'lsak, bizni harakatlarimiz bor. Bular qanaqa? Gesture and touch.
Gesture bu degani ekrandagi imo-ishoralar, barmoq bilan qilinadigan harakatlar hisoblanadi. Umuman mana telefonlarimiz gesturega kiradi. Ya'ni harakatlar barmog'imizni ekranni barmog'imizni harakatlantirishimiz bu gesture hisoblanadi. Endi bizda shunaqa keywordda verblar bor, ya'ni tap shunchaki bir marta bosish, aytaylik nimanidir bosish tap o'zi bosh degan ma'noni anglatadi. Endi swipe ekranni yonga tepaga surish swipe hisoblanadi. Scroll sahifani aylantirish. Scroll the Instagram desa, masalan aytaylik scroll the Instagram degan ibora bor o'zi. Aytaylik bu Instagramda o'tirish, Instagramga sho'ng'ish degani, ya'ni ketma-ket videolarni ko'raverasiz, like this one. Endi biz buni o'zimizni olamimizga kiritadigan bo'lsak, sahifani aylantirish deyiladi. Aylantirish ham qanaqa? Ketma-ket nima qilish, ko'rib chiqish. Bu aylantirish scroll hisoblanadi. Endi kompyuterimizda biz sichqonchani, ya'ni mousni ishlatamiz, lekin telefonimizda hamma narsa barmoqlarimiz orqali bajariladi. Kompyuterda sichqoncha bo'lsa, telefonda barmoqlarimiz ishlaydi. Endi tarmoq bilan ekranda qilinadigan har qanday harakatimiz, imo-ishoralarimiz ingliz tilida gesture deb ataladi. Endi mobil dasturchilar the click so'zi o'rniga ko'proq tap, ekranga sekin urish, bosish so'zini ishlatadi. Click ham bosish degan ma'noni anglatadi, lekin tapni ko'proq ishlatamiz biz. Va Instagramda rasmlarni yonga o'tkazish swipe, lentani pastga qarab varaqlash scroll. Ya'ni qanaqa? Masalan, video ko'ramiz-ku YouTube'da yoki Instagramda o'tkazamiz. Ana shu scroll. Rasmlarni esa u tarafdan bu tarafga, masalan, birinchi rasmni ko'rdik, ikkinchi rasmga o'tkazish jarayonimiz swipe hisoblanadi. Instagramda videoni ketma-ketligini ko'rish jarayonimiz esa scroll hisoblanadi. Boya aytdim-ku, o'sha scroll the Instagram bo'ladigan bo'lsa, Instagram titish degan ma'noda keladi o'zi. Bu bitta ibora, guys. Endi bizda shunaqa jarayon bor. Ilovani tarqatish yangilash. SDK bu Software Development Kit, ya'ni mobil dastur yozish uchun kerakli asboblar, tayyor kodlar to'plami hisoblanadi bu. And App Store, Google Play, The Play Market desak ham bo'ladi. Buni ilovalarni yuklab olinadigan raqamli do'konlar. Buni hammamiz bilamiz, juda yaxshi bilamiz. Men bu haqida to'xtalishim ham o'zi kerak emas. Kelinglar ko'ramiz qanaqa vazifani bajarishini. Ya'ni App Store bilan Software Development Kitni farqi qanaqa ekan. Endi bizda birinchi o'rinda ko'radigan qismi bor, ya'ni KVCap, guys. To deploy degani ilovani yuklash, joylashtirish, update, uni yangilash. O'zi Telegramni update qilinglar yokida nimani update qilinglar deb chiqadi-yu, mana shu yangilash degani. Ingliz tilida ko'rdinglarmi? O'zi telefon ishlatyapmizmi, notebookdami, kompyuter, hammasida inglizcha sizlar duch kelasizlar. Qachonki o'rgansanglar hech qanaqa muammo bo'lmaydi va sizlar osongina o'sha muammoni bartaraf qilishinglar mumkin. Ketma-ket update tugmasi chiqyaptimi? Bu yangila degani ekan, guys. O'shani yangilaysizlar, всё. Hamma muammo bartaraf. You can the problem and you can solve the problem like this one. In this way, guys. Endi mobil ilovani noldan yozish uchun bizga tayyor asboblar qutisi kerak bo'ladi va biz buni ITda Software Development Kit deymiz. Ya'ni bunda nima qilyapti? Android dasturchilar Android o'sha SDK orqali ishlaydi, iOS dasturchilari iOS SDK orqali foydalanadi va mana shu umuman yaratmoqchimizmi? Mana shu tizim orqali yaratamiz va Android uchun alohida bo'ladi, iOS ya'ni iPhone'lar uchun alohida bo'ladi. Mana shunaqa. Xo'sh, endi bizda aytaylik ilova tayyor bo'ldi. Biz qanaqadir ilovani yaratdik va u tayyor bo'ldi. Uni foydalanuvchiga yetkazish, ya'ni deploy qilish kerak. Deploy bo'layotgan ilovani yuklash, joylashtirish degan ma'noni anglatadi. Buning uchun esa biz ilovalar Play Market yoki App Store'ga joylaymiz. Keyin esa vaqti-vaqti ularga yangi funksiyalar qo'shamiz. Bu update, yangilash deb ataladi. Ya'ni aytaylik qanaqadir o'yin yaratdinglar, guys. Yo'q, o'yin emas, masalan, telefonimiz uchun qanaqadir yangi funksiya yaratdinglar. Biz uni
Androidga ishlaydimi yoki iOS tizimiga ishlaydimi, o'sha narsani o'zimizga mos software development kit orqali yaratamiz va uni yuklaymiz App Store yoki Google Play Marketga joylaymiz. Joylaganimizdan keyin uni tez update qilamiz, ya'ni yangilaymiz, yangilashib beramiz va foydalanuvchilar uni yangilaydi. Okay. Yes, that's all guys. Bugungi mavzular shulardan iborat edi. Bugun sizlar bilan nimani ko'rdik? Mobile app terminlarni ko'rdik, ya'ni terminlarni ko'rdik. Qanaqa gesture nima, touch nima qiladi yoki ekranlarda qanaqa harakatlar olib boriladi. Mana shu narsalar o'zi umuman mobile development qanaqa jarayonligi haqida sizlar bilan gaplashdik. Okay, that's all guys. Bye.